Bugungi kun talabidan kelib chiqqan holda mamlakatimizda ishchi kasb egalari, ayniqsa yosh mutaxassislarni qo'llab-quvvatlash, ularni rag'batlantirish, bilim va ko'nikmalarni oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda Andijon shahridagi Avtotexnik xizmat mas'uliyati cheklangan jamiyatida yosh avtosoz ustalari o'rtasida Usta 2025 ko'rik tanlovi o'tkazildi. Usta 2025 ko'rik tanlovi nafaqat kasbiy mahorat sinovi, balki avtosanoat sohasidagi eng iqtidorli va mas'uliyatli ustalarni aniqlash, ularni rag'batlantirishga qaratilgan tadbir bo'ldi. Tanlov elektr qismlarini ta'mirlash, dvigatel qismlarini ta'mirlash va yurish qismlarini ta'mirlash kabi 3 ta asosiy yo'nalishda tashkil etildi. Uning eng muhim jihati amaliy va nazariy bosqichlarni qamrab olganidir. O'zbekiston kasb uyushmalari harakatining 120 yilligi hamda O'zbekiston metallurgiya mashinasozlik sanoati tarmoqlari xodimlari kasb uyushmasi haftaligi doirasida Usta 2025 ko'rik tanlovi Andijon viloyatidagi Andijon Avtotexnik xizmat tashkilotida tashkil etilmoqda. Ushbu tadbirni tashkil etishdan maqsad o'sib kelayotgan yoshlarimizga o'zini mehnat faoliyatini yanada yuksaltirish, insonlar o'rtasida o'z obro' e'tiboriga ega bo'lish hamda ushbu ko'rik tanlov orqali o'zini oldiga qo'ygan maqsadlariga, vazifalariga erishishni ko'rsata olish qobiliyatini yuzaga chiqarishdan iboratdir. Ushbu ko'rik tanlovni o'tkazish davomida shu narsaga amin bo'ldikki, ushbu ko'rik tanlov nafaqat bitta bir viloyat miqyosida, balki respublika darajasida o'tkazsak ham bir yaxshi bir an'anaga asos solgan bo'lar ekanmiz. Shuning natijasi o'laroq O'zbekiston metallurgiya mashinasozlik sanoati tarmoqlari kasb uyushmasi Respublika kengashi keyingi yillarda o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Ushbu ko'rik tanlovda respublika darajasida, respublika miqyosida va barcha avtotexnik xizmat tashkilotlari o'rtasida o'tkazishni oldimizga maqsad qilib qo'ydik. UzAvto Motors aksionerlik jamiyati tomonidan yangi avlod avtomobillar ishlab chiqarilayotgan bir paytda ularni ta'mirlash, texnik xizmat ko'rsatish ishlari ham mutaxassislardan yuqori saviyadagi bilim va ko'nikmalarni talab qiladi. Biz Usta 2025 tanlovi orqali shu bilimlarni mustahkamlaymiz, deydi tanlov ishtirokchilari. Xo'p, bunaqa ko'rik tanlovlar bizga motivatsiya beradi. Jamoamiz aqlliroq, hamma yaxshi. 10 yildan beri ishlab kelyapti. 5 yil davomida avtomobillar yurish qismi va motor qismini ta'mirlab kelmoqdaman. Mana shunday musobaqa ko'rik tanlovlar biz avtosozlovchilarga tajriba beradi. Mana shunaqa qiziqarli musobaqa o'tkazgan tashkilot rahbarlariga rahmat aytaman. Ushbu tanlov bir tomondan avtosanoatdagi ishchi kasblar nufuzini oshirishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan yoshlarga ustoz shogird an'anasi asosida chinakam maktab vazifasini o'tamoqda. Usta 2025 ko'rik tanlovi O'zbekiston kasaba uyushmalari harakatining 120 yilligi va tarmoq kasaba uyushmasi haftaligi doirasida tashkil etildi. Tanlovda faol qatnashgan va g'olib bo'lgan ishtirokchilar Andijon viloyati kasaba uyushmalari kengashi tomonidan esdalik va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. Bugun mehnat sohasi yangilanish va taraqqiyot yo'lida. Mehnatni qadrlash, mahoratni rag'batlantirish, shogird tayyorlash har bir sohaning poydevoridir.